Ehtiyot bo'lam, chapga pavortga qo'yasiz. Aynakni nimaga artyapsan? Benzin qo'yamizmi, yasin? Menga qarama, avariya qilasan. Benzin bakda ochib qo'yding-ku. Kerak emas, o'rgatmay qo'yavering. Mashinangiz boshingizdan qolsin. Sizni ham ishingiz tushadi-yu. To'g'ri menga bo'lsang, ayb menda emas, ayasi. Onangni ham suvni qaydan chiqaradi buni? Ayasi dazmolni qanday ishlatadi? Bilmasam, men tovuq miyaman-ku. Ye, onangni ham dazmol qilib ber, ayasi. Bitta issiq choy ichsak. Ayasi gaz qaydan yoqiladi? Bilmadim, tovuq miya qayerdan bilsin? Ayasi oshirib o'ryapsan, gazni yoqib bergin. Kir yuvish ham esdan chiqib ketibdi-da. Ayasi, buni dog'i ketmayapti, qana yuvardi? Siz bilmagan narsalar tovuq miya biladi. Trenddagi Bavida yuvish kerak. Germaniya mahsuloti oq kiyimlarni oppoq qiladi, allergiya ham chaqirmaydi. Men bu yoqda kir suvunda yuvib qiynalib yotibman. O'zing yuvib ber, ayasi. Ayasi, buni nechiga qo'ysa siyda ovqat? Tovuq miyaman-ku. Va onasini emsin. Bitta gapimga burnimni buloq qilib yormagin, ayasi. Mashinani minishni o'rgatmaganimga shunchalikmi? Mana shu mashina senga butunlay. Pavorot yoqasanmi, urasanmi, turtasanmi, nima qilsang o'sha mashina senga. Mana mo'yka, gaz pazinga pul, tushundingmi? Qaytib tovuq miya demayman, tavba qildim. Menman tovuq miya.